hududlarimizdagi sharoitni yaxshi biladigan, shu joylarda ishlayotgan odamlarning dardu tashvishlari, orzu intilishlaridan xabardor bo'lgan, bularning barchasini o'z tajribasi, o'z hayotdan o'tkazgan odamni tayinlash ma'qul degan xulosaga keldik. O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri lavozimiga Samarqand viloyatining hokimi vazifasini bugun bajarayotgan Mirziyoyev Shavkat Miramonovich nomzodini taklif etishga qaror qildik. Shavkat Miramonovich Mirziyoyev har tomonlama chuqur bilim va aql zakovatga, keng fikrlash qobiliyati, katta hayot tajribasiga ega bo'lgan, yirik loyihalarni amalga oshirishda talabchan, tashkilotchi va jonkuyar, mas'uliyatli, javobgarlikni o'z zimmasiga oladigan, har qanday vaziyatda ham odamlar bilan til topishiga qodir bo'lgan el yurtimiz, vatanimiz erishgan marralarni qo'lga kiritishda katta tashkilotchilik va amaliyot tajribasi bilan obro' qozongan. Aziz do'stlar, mana shu fursatdan foydalanib yana bitta muhim masalaga e'tiboringizni jalb qilmoqchiman. Ota-bobolarimizdan qolgan qutlug' qadam haqidagi naql borki, hozir shuni eslatishni o'rinli deb bilaman. Ya'ni el yurtimiz yangi kelgan inson u rahbar yoki mehmon bo'ladimi? Uning kelishi va qadam bosishini aynan shu nuqtai nazardan baholaydi. Haqiqatdan ham rahbar ming bor tajribali, ming bor aqlli va o'ta kuchli bo'lishi mumkin, lekin qadami qutlug' bo'lmasa, omadi kelmasa ish yurishmaydi. Mana shu minbardan turib so'zimni yakunlab aytmoqchiman. Shavkat Miramonovich Mirziyoyev ham omadini bersin, qadamlar qutlug' bo'lsin.